Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz Ctrl B tugmasi bilan qanday vazifani bajaradi va nima uchun ishlatilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Kelinglar, Ctrl B. Xo'sh, bu Ctrl B tugmasi asosan Windows operating tizimlarida ishlaydi, boshqa operating tizimlarda ishlamaydi. A, Ctrl B tugmasi Windows, masalan, Ctrl C, Ctrl V'larga o'xshagan narsa emas. Ctrl C, Ctrl B'larni vazifasi, masalan, Ctrl C, Ctrl V, то есть nusxa olish, nusxa tashlash. Ctrl B ni vazifasi uniki sal boshqacharoq bo'ladi. Ctrl B ni xohlagan joyimizda ishlatib keta olmaymiz. Faqatgina bir nechta dasturlarni ichida ishlata olamiz. Masalan, Word, Excel, PowerPoint va mana shunaqa VBS narsalarda ishlatib, bu narsalarni Ctrl B tugmasini ishlatsak bo'ladi. Xo'sh, Ctrl B tugmasini asosiy vazifasi, то есть o'zini vazifasi bu qanaqadir shriftlarni, masalan, mana bunaqa shriftni, mana shunaqa shriftni qalinlashtirib beradi xolos. Bo'ldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Salgina qalinlashdi yozuvimiz. Buni orqaga qaytarish uchun Ctrl Z ni bossak, mana bizning yozuvimiz salgina qalinlashib, Ctrl B выделить qilasizlar. Masalan, qanaqadir harfni kattaroq qilmoqchi bo'lsalaring, yo tekstimi yo farqi yo'q. Выделить qilasizlarda, выделить qilgandan keyin Ctrl B tugmasini bossanglar, u avtomatik bold shaklida, то есть quyuq shriftga aylantirib qo'yadi xolos. Bu narsani bemalol o'zi ham qo'lda ham qilsalaring bo'ladi. Mana bu yerda bitta bossalaring, bolddan qochdi, endi bunday qildi. Agar Ctrl B ni bosib, Ctrl I ni bossalaring, bu mana italik degan narsani beradi. Ctrl I ni bossalaring, italik. Ikkita salgina qiyshayadi. Bu Ctrl B ni o'rtog'i desak ham bo'ladi. То есть bu ham shriftni o'zgartiradi. Bizga hozir Ctrl I ni orqaga qaytaramiz, Ctrl B ni ko'rib chiqamiz. Ctrl B ni vazifasi faqatgina shriftlarni qalinlashtirish uchun yordam beradi. O'sha aytganimdek, Ctrl B ni bir marta bosib qo'yasizlar. Hozir tekstga o'tab, masalan, tekstga o'tdik. Ctrl B ni bossalaring va endi yangi so'z yozsak, yangi so'z desak, mana avtomatik so'zimiz qalin bo'lyapti. Endi Ctrl B ni bossak o'chadi qalinlashishi. Endi bo'ldi, endi biz bemalol ishlatsak bo'ladi. Yangi so'z. Ko'ryapsizlarmi? Endi anavi qalinyapmiz. Yoki mana shu so'zimni shunday выделить qilib Ctrl B ni bossam, avtomatik mana shunday выделить bo'lib qalinlashtirsak ham bo'ladi. Bunaqa farqi yo'q. Ctrl B tugmasi menimcha vazifasi tushunarli bo'ldi. Bu boya tepada aytganimdek faqatgina belgilangan dasturlarda ishlaydi. Ko'p dasturlarda ishlaydi. Bu asosan qayerda ishlatiladi? Word, Excel, PowerPoint, shunga o'xshagan Microsoft dasturlarida Ctrl B tugmasi qalinlashtirish vazifasini imkoniyatini beradi. Klaviaturada Ctrl B tugmasi qayerda joylashgan? Ctrl B tugmasi, e'tibor bersanglar, mana bu chekkada Ctrl turadi va o'rtada B. Ikkala tugmani birdaniga bossanglar, avtomatik so'zimiz qalinlashadi va bemalol qalin so'zda yozsalar ham bo'ladi. Yoki выделить qilib Ctrl B tugmasini bossanglar, avtomatik выделен bo'lib, cho'tka yozib, bemalol qalin shriftda yoza olasizlar. Mana shunaqa. Menimcha Ctrl B tugmasini nima vazifa bajarishda tushundilaring. Hammaga rahmat.